Foydamni qanday oshirsam bo'ladi? Zo'r savol, chunki bugungi kunda aynan shu savol sizni ham qiynayapti, bilaman. Biz butun O'zbekiston bo'ylab 200 dan ortiq ishlab chiqarish korxonalarida bo'ldik. Tikuv, trikotaj, qandolat, metal, farqi yo'q. Hammasida bitta muammo bor, hatto sizning korxonangizda ham. Bu muammo ishlab chiqarish quvvatidan to'liq foydalanmaslik. Aslida ko'p fabrikalar bir kunda 50 ming dona tayyor mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega. Lekin hozirgi natija 10-20 mingta, ya'ni quvvatning yarmi ishlamayapti. Sababimiz juda oddiy, yoki boshqarish uchun malaka yetmaydi, yoki kuch, vaqt va nazoratning o'zi yo'q. Qanday qilib buni tartibga solsam bo'ladi deb. Bu savolning aniq javobi bor. Appoint ARP. Appoint avvalo korxonani tizimlashtiradi. Jarayonlaringiz o'lchanadi, nazorat kuchayadi, sizda ilm va boshqaruv qudrati yuqoriga o'sadi. Shundan so'ng avtomatlashtiriladi. Natija deysizmi? Ishlab chiqarish hajmingiz oshadi, to'xtab qolishlar kamayadi, ish baymosh shaffoflashadi. Sayoz joylari yo'qoladi va eng muhimi, foydangiz yuqoriga ko'tariladi. Foydani oshirish yetishib bo'lmaydigan orzu emas. Bu to'g'ri tizim tanlab maqsadga erishish degani. Tanlovda adashmang. Izohlarda plyus belgisini qoldirsangiz, biz tez orada siz bilan bog'lanamiz.